Assalomu alaykum aziz va qadrli tomoshabinlarimiz. Bugun biz inson hayotidagi eng nozik, eng ta'sirchan va ayni paytda eng og'riqli mavzulardan biriga chuqur to'xtalib o'tamiz. Videomizga xush kelibsiz. So'zlar. Ular shunchaki havodagi oddiy tovush to'lqinlari yoxud jarangdor ohanglar emas, balki qalbimizdagi kechinmalarning, qudratli fikrlarimizning hamda o'zaro munosabatlarimizning haqiqiy jismoniy ko'rinishidir. Qadimdan dono xalqimiz pichoq yarasi tez bitadi, ammo til yarasi, so'z yarasi hech qachon bitmaydi deb bejizga aytib o'tmaganini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Va bunga doim amal qilishga intilamiz. Biz kundalik hayotimizda turli xil tasodifiy jismoniy jarohatlardan qochishga doim harakat qilamiz. O'z sog'lig'imizni va tanamizni turli xavflardan asrab-avaylaymiz. Biroq tilimizdan chiqib ketayotgan ba'zi so'zlarga kelganda hamisha ham kerakli darajadagi qat'iy hushyorlikni saqlab qola olmaymiz. Ayniqsa, o'zimizga eng yaqin bo'lgan, doim biz bilan bir tom ostida birga yashaydigan oila a'zolarimiz bilan o'zaro kundalik muloqotda bunga ko'p bor guvoh bo'lishimiz oddiy holga aylanib ulgurgan. Biz ularni har qanday vaziyatda ham doim to'g'ri tushunishadi. Biz yo'l qo'ygan har qanday xatoyimizni kechirib yuborishadi. Qanday fe'l-atvarga ega bo'lsak, xuddi shundayligicha qabul qilishadi degan o'ta xudbinona umidda. Ba'zida faqat hissiyotlarga tayanib, belgilangan ma'lum bir axloqiy chegaradan mutlaqo chiqib ketamiz. Aslida esa, ayni o'sha o'zimizning eng yaqinlarimiz bizning o'ylab-o'ylamay aytgan zaharli so'zlarimizga nisbatan eng zaif, eng himoyasiz va juda tez ta'sirchan holatda bo'lishadi deb psixologlar alohida ta'kidlashadi. Ko'chada ketayotganingizda mutlaqo begona bir inson aytgan qattiq haqoratni ehtimol bir necha daqiqadan so'ng butunlay unutib yuborishimiz to'liq mumkindir. Chunki u insonning bizning hayotimizda hech qanday qadrli o'rni yoki ma'naviy ahamiyati umuman yo'q hisoblanadi. Ammo siz butun vujudingiz bilan qattiq ishongan, o'z navbatida sizni chuqur hurmat qilgan va siz doim chin dildan yaxshi ko'radigan insonning og'zidan tasodifan chiqib ketgan bitta og'ir so'z yillar davomida bechora qalbingiz tubida o'ta chuqur chandiq bo'lib abadiy saqlanib qoladi. Bu kabi o'ziga xos og'riqli ma'naviy chandiqni keyinchalik hech qanday qimmatbaho dorilar, behisob moddiy boyliklar yoki shunchaki yuzaki aytilgan quruq kechirim so'rashlar bilan to'liq davolab, munosabatlarni yana avvalgidek samimiy holatga aslo va aslo qaytarib bo'lmaydi. Sevgi, cheksiz sadoqat va o'zaro ishonch bilan uzoq yillar davomida qadamma-qadam, zarrab-zarra yig'ib mashaqqat bilan qurilgan pishiq va mustahkam rishtalar bitta o'ylab-o'ylamay aytilgan juda qo'pol jumla tufayli kun kelib butunlay dars ketishi tayindir. Shunday ekan, bugungi ajoyib videomizda biz aynan shunday talafotli va halokatli so'zlarni hamda ularning yashirin psixologik ta'sirini yanada batafsilroq ko'rib chiqamiz. Videomizning asosiy qismiga o'tishdan avval yana bir narsani juda yaxshilab tushunib olishimiz va anglab yetishimiz favqulodda zarur bo'ladi. Odatda insonning g'azab harorati tezda pasayadi. Noxush kelishmovchilik va janjal yakunlanadi. Ehtimol hattoki chin ko'ngildan yig'lab kechirim ham so'ralar. Lekin o'sha aytilgan mudhish va sovuq so'z inson quloqlarida yana juda uzoq yillar davomida tinimsiz jaranglab qolaveradi. U mudhish so'z insonning o'ziga va atrofdagilarga bo'lgan samimiy ishonchini asta-sekin, sezdirmasdan kemirib boradi. O'zaro muhim munosabatlardagi eng qadrli bo'lgan osoyishta xavfsizlik hissini butunlay va qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'q qilib yuboradi. Bugungi kunda aksariyat qiyin oilaviy mojarolarda aynan asabiy holatda o'z tiliga erk berish oqibatida yuzaga keladigan og'ir ruhiy jarohatlar insonlarda eng yomon asoratlarni qoldirmoqda. Xo'sh, ana shunday insonni ich-ichidan halokatga olib boruvchi zaharli so'zlarning eng birinchisi aslida nima?
Bu umuman olganda keng umumlashtiruvchi jumlalar bo'lib, ular hayotimizda ko'pincha senda doim shunaqa yoki sen hech qachon meni to'g'ri tushunmaysan degan juda tanish shaklda tez-tez namoyon bo'ladi. Psixologiya fanida bu kabi zararli muloqot uslubi va yondashuvi munosabatlar qotili sifatida juda qattiq va shafqatsizlarcha qoralanadi. Endi bir zumga tasavvur qilib ko'ring. Juftingiz yoki farzandingiz aynan sizni birozgina xursand qilish maqsadida qandaydir kichik bo'lsa-da ijobiy harakatni amalga oshirdi. Ammo ming afsuski, bitta joyda kutilmagan, bilmasdan xatoga yo'l qo'ydi. Shu paytda sizning zarda bilan aytgan "sen doim hamma narsani faqat rasvo qilasan" degan bittagina gapingiz uning shu paytgacha bo'lgan barcha tinimsiz ijobiy harakatlarni, samimiy intilishlarini va qozongan barcha yutuqlarni birgina soniya ichida butunlay yo'qqa chiqarib yuboradi. Insonning nozik miyasi bu kabi mutlaq va keskin so'zlarni eshitgan vaqtda o'zini qattiq himoyasiz qolgandek va katta adolatsizlikka uchragandek juda yomon his qiladi. Buning sababi shundaki, doim yoki hech qachon degan hukmron so'zlar aynan bo'lib o'tgan aniq bir vaziyatga qaratilgan emas, balki bevosita insonning butun borlig'iga, uning shaxsiyatiga qaratilgan og'ir va kechirib bo'lmas ayblov hisoblanadi. Bu kabi shafqatsiz so'zlarni o'z qulog'i bilan eshitgan yaqiningiz o'z ichida qayg'u bilan shunday deydi: agar men hayotda rostdan doim shunday xato qilsam, demak, kelajakda yana yaxshi bo'lishga harakat qilishning o'zi umuman nima keragi bor? Bu dahshatli holat bora-bora bechora insonda o'ta chuqur apatiya, ya'ni atrofdagilarga nisbatan mutlaq befarqlik holatini to'liq keltirib chiqarishga qodir. Natijada sizning o'ylamasdan birgina noto'g'ri tanlagan va aytgan so'zingiz sababli oldingizdagi eng mehrli inson ham o'z qobig'iga o'ralib, sizdan har tomonlama, ham ma'naviy, ham jismoniy jihatdan butunlay uzoqlasha boshlaydi. Bunday o'ta nozik va xatarli holatning butunlay oldini olish uchun har qanday muloqot jarayonida barcha diqqatni insonning umumiy xarakteriga yoxud butun shaxsiyatiga emas, balki aniq, ayni o'sha paytda yuzaga kelgan muayyan vaziyatga va harakatga qaratish nihoyatda muhim va hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Endi barcha e'tiborimizni munosabatlar poydevorini tom ma'noda ildizidan yemirib yuboradigan ikkinchi eng dahshatli, eng og'riqli iboraga va uning oqibatlariga qaratsak. Bu xavfli ibora ko'pincha qattiq asabiy janjallar va o'zaro tushunmovchiliklar o'zining eng yuqori avjiga chiqqan bir nuqtada baland ovozda aytiladi. Senga uylanishim yoxud senga turmushga chiqishim aslida butun hayotimdagi eng katta va kechirib bo'lmas xatom bo'lgan ekan. Ushbu qo'rqinchli jumlaning o'ziga xos qanchalik darajada sovuq, hissiz va shafqatsiz ekanligini hozir qalban his qilib ko'ryapsizmi? Bu so'z insonning nafaqat uning bugungi yashayotgan kuniga, balki uning butun o'tmishiga, qilingan barcha beminnat yaxshiliklariga, fidoyiliklariga va birgalikda kechirilgan baxtli o'nlarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri aytilgan o'lim hukmi kabidir. O'zingizning yaqiningizga bunday xanjar kabi keskir so'zlarni aytish orqali siz unga qisqa qilib shunday shafqatsiz xabarni aniq yetkazgan bo'lasiz. Sen mening hayotimda umuman keraksiz. Xato qadam oqibatida paydo bo'lgan insonsan. Sen endi men uchun hech qanday zarracha qiymatga ega emassan. Bu turdagi chuqur va azobli og'riqli jumlalar har qanday inson psixikasida kutilmaganda qattiq shikastlanishni, cheksiz qadrsizlik va ojizlik kompleksini mutlaqo osonlik bilan shakllantirib yuborishga tezda erishadi. Oilaviy munosabatlarda aynan bunday og'ir va sovuq so'z yuziga ochiq aytilganidan so'ng, oradagi yillar davomida bog'langan ko'zga ko'rinmas mustahkam samimiyat va mehr iplari uzil-kesil uzilib tushadi.
Garchi ma'lum vaqt o'tib, kelajakda yana avvalgidek yaxshi bo'lib yarashib ketsangiz ham, aniq ishonaveringki, bu so'zlar bechora insonning xotirasida umrbod o'chmas va og'riqli iz bo'lib qoladi. Har safar o'rtada yana qandaydir o'zaro kelishmovchilik chiqqanda yoxud ozgina kichik maishiy muammo yuzaga kelganda, juftingizning yodiga aynan shu achchiq e'tirofingiz qayta-qayta zarba bo'lib tushaveradi. Baribir men u insonning hayoti uchun oddiy bir qora xato ekanman-ku, degan zaharli o'y uning ongiga butunlay va chuqur o'rnashib oladi. Natijada ushbu holatdan keyin har ikki tomon ham faqatgina bir-biriga nisbatan yashirin va bitmas adovat, tinimsiz shubha va cheksiz ishonchsizlik hissi bilan majburan yashashga mahkum bo'ladi. Munosabatlar asta-sekinlik bilan butunlay soxta va mexanik ko'rinishga kelib qoladi. Unda endi hech qanday avvalgi jonli harorat va quvonch mutlaqo qolmaydi. O'z yaqinlariga shirin mehr ulashish, ularni mudom qo'llab-quvvatlash o'rniga, kutilmaganda shunday mudhish va adolatsiz hukm o'qish insoniyatning shaxsan o'z oilaviy baxtiga o'zi o'tkir bolta urishidek juda qabariq va achinarli bir harakat bo'lib hisoblanadi. Ularning bu qadar ulkan va vayronkor ta'siri faqatgina oddiy oilaviy hayotga emas, balki bevosita insonning shaxsiy ruhiy sog'lig'iga va uning jamiyatdagi faoliyatiga, ish qobiliyatiga ham o'ta darajada salbiy ta'sir ko'rsatishini aslo unutmang. Endi navbat ko'pchilikning e'tiboridan chetda qoladigan, biroq xuddi shunday qalbni mutlaqo vayron qiluvchi uchinchi toifadagi og'riqli jumlalarga yetib keldi. Ko'pincha biz kundalik yugur-yugurlar orasida o'zimiz ham to'liq sezmagan va anglamagan holatda yaqinlarimizning noyob qobiliyatini va shaxsiyatini to'g'ridan-to'g'ri kamsituvchi shunday xunuk manzarani yaratib qo'yamiz. Bor-e, yaxshisi o'zim qila qolaman. Baribir ham sendan bu ishlarda hech qanday tuzuk foyda yo'q. Bu ehtimol siz uchun shunchaki kichik bir oddiy, kundalik va ahamiyatsiz asabiy jumla bo'lib tuyulishi mumkindir. Lekin uning inson nozik ruhiyatiga yetkazadigan zarari inson aqli tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada ulkan va halokatlidir. Bu turdagi so'zlar erkaklarga nisbatan qarata aytilganda, u narsa ularning o'ziga bo'lgan kuchli erkaklik g'ururi va ishonchini qattiq toptaydi. Ayollarga nisbatan aytilganda esa, bu ularning oiladagi bekalik va onalik shirin o'rnini to'liq shubha ostiga qo'yib, mutlaqo yo'q qiladi. Har bir inson o'z tug'ma tabiatiga ko'ra kimgadir chin dildan kerakli va foydali bo'lishni, o'z oilasi, jufti yoxud ota-onasi uchun qandaydir quvonchli va ijobiy natija keltirishni qattiq xohlaydi. Qachonki siz unga katta ishonchsizlik bilan sendan umuman foyda yo'q deb yuziga shafqatsizlarcha aytsangiz, uning ichidagi barcha pok intilishlarini, bitmas tuganmas g'ayratini va tashabbuskorlik qobiliyatini faqat bittagina ehtiyotsiz harakat bilan bo'g'ib, butunlay o'ldirasiz. Dunyo psixologlarining ilmiy izlanishlarga tayanib ta'kidlashicha, insoniyat o'zining qilgan beminnat harakatlari zarracha qadrlanmagan va ko'zga ilinmagan joyda hech qachon qaytadan rivojlanishga va yaxshilanishga intilmay qo'yar. Yoxud mehnatkash xotin o'zining beg'araz yordami doimiy ravishda e'tiborsiz qoldirilayotganini yoki kamsitilib, masxara qilinayotganini sezib qolsa, aniqki u keyingi safar umuman hech qanday harakat qilmaydi va ro'y berayotgan barcha muammolarga butunlay befarq, panja ortidan qaray boshlaydi. Bu holat esa o'z-o'zidan shirin munosabatlarda juda katta sovuq devor tezda paydo bo'lishiga, har kim faqat o'zining tor va mustaqil yashirin olamiga butunlay qamalib olishiga olib keladi. Oila va sevgi degani bu eng avvalo o'zaro hamjihatlik, bir-birining kamini doimiy to'ldirish va har qanday og'ir, sinovli vaziyatda ham chekinmasdan yelkama-yelka qo'llab-quvvatlash deganidir. Hech bir odam mukammal tug'ilmagan, hamma narsani bir urinishda qoyilmaqom qilib bajara olmaydi.
Ammo uning sof niyatdagi harakatini adolatli va to'g'ri baholamaslik hamda o'zining insoniylik qadr-qimmatini shafqatsiz yerga urish hech qachon siz axtargan va kutilgan ijobiy munosabat natijasini bermaydi. Agar siz hayotda o'zingizning uyingizdagi barcha mayda ishlarning ham doimo o'ta tartibli, chiroyli va alohida sifatli tarzda bajarilishini chindan yurakdan istasangiz, uni bu tarzda qattiq kamsitish o'rniga bosiqlik va muloyimlik bilan juda ham to'g'ri yo'l yo'riq va maslahat ko'rsatish yakunda har tomonlama samaraliroq natija bo'ladi. Mavzumiz mantiqiy davomida biz insonlar orasida yana bir juda keng tarqalgan, himoyasiz odamning nozik yuragiga xuddi zaharlangan o'tkir o'qdek chuqur qadaladigan 4-chi, nihoyatda xatarli bo'lgan iboraga tezda o'tamiz. Bu ofat o'z yaqinlarini boshqa, mutlaqo begona kishilar bilan doimiy va shafqatsiz ravishda solishtirishdek yomon odat hisoblanadi. Anavi boy qo'shnining mehnatkash erini qara, qanday zo'r, sen esa shunchaki. Yoxud boshqalarning chiroyli ayollari qanday yepli va uddaburon, sen bo'lsang faqat. Bunday noto'g'ri va keskin taqqoslashlarni o'z qulog'i bilan eshitish har qanday sog'lom inson uchun ich-ichidan naqadar chidab bo'lmas darajada og'riqli holat ekanligini anglab yetish unchalik ham qiyin ish emas. Taqqoslash illati bu chiroyli munosabatlardagi har qanday yorqin baxtni va xonadondagi aziz xotirjamlikni sezdirmasdan o'g'irlaydigan eng vahshiy, eng shafqatsiz qotildir. Biz shuni doim aniq va ravshan yaxshi anglashimiz kerakki, dunyodagi har bir inson mutlaqo individual hisoblanadi. U o'ziga xos, butunlay takrorlanmas noyob qobiliyatlarga, turlicha xarakterga va faqat o'ziga xos rivojlanish yo'liga ega bo'lgan alohida bir ajoyib olamdir. Siz qachonki o'z juftingizni, jondan aziz farzandingizni, yoxud oiladagi yaqiningizni tashqaridagi kim bilandir ochiqchasiga solishtirganingizda, aslida siz undagi o'ziga xos bo'lgan barcha qadrli, noyob xususiyatlarni umuman qadrlamayotganingizni va ko'rmayotganingizni juda ochiq-oydin yuziga namoyish etgan bo'lasiz. Odatda biz odamlar faqatgina o'sha boshqalarning tashqi, odamlarga ko'z-ko'z qilinadigan yuzaki yutuqlarini yoxud chiroyli baxtli o'nlarini ko'ramiz xolos. Ammo ularning haqiqiy mashaqqatli ichki hayoti va muammolari haqida mutlaqo hech qanday ma'lumot bilmaymiz. O'z qondosh yaqiningizni bunday begona va notanishlar bilan qiyoslash harakati orqali siz unda zinhor kutilgan raqobatbardoshlikni, faollikni uyg'otmaysiz, balki o'zaro ishonchga bolta urib, chuqur nafrat, achchiq hasad va qora tushkunlik tuyg'ularini ongli ravishda shakllantirasiz. Inson o'zini hayotda doimo eng xavfsiz va tinch his qilishi kerak bo'lgan suyangan tayanch insoni tomonidan xuddi shunday adolatsiz va past baholanishi, uni nafaqat sizning mehringizdan, balki o'zining barcha kuch-qudratidan va o'z-o'zidan ham juda qattiq shubhalanishga to'g'ridan-to'g'ri majbur etadi. Buning oqibatida uning yarador qalbida alamli, nima qilsam ham, qanday urinsam ham, men uning baland talablariga hech qachon to'liq javob bera olmas ekanman-da, degan qora o'y abadiy o'rnashadi. Vaqt o'tishi bilan bunday turdagi uzluksiz, davomiy solishtirishlar tufayli avvalgi qaynoq sevgi butunlay soviydi. Oilaviy totuvlik va mustahkam o'zaro ishonch esa o'z o'rnini sovuq dushmanlikka va jimgina alamzada bo'lishga tezda bo'shatib berishga majbur bo'ladi. Buning o'rniga har doim yaqiningizning o'ziga xos bo'lgan qandaydir kichik, sezilmas darajadagi ijobiy yutuqlarini ham chin dildan e'tirof etish, olqishlash va ularni doimo to'g'ri yo'lga ilhomlantirish amaliyotda uzluksiz ravishda ko'proq ijobiy, shirin mevalar berishini har bir inson qattiq anglab yetishi zarurdir. Xo'sh, ana shunday dahshatli va ayanchli salbiy oqibatlarga olib keluvchi zararli yomon odatlardan hayotda qanday qilib butunlay qutulish? Bu kabi halokatli yovuz so'zlardan o'zimizni qanday to'liq ehtiyot qilishimiz mumkin bo'ladi? Bugungi kunda zamonaviy psixologiyada aynan bunday chuqur muammolarning juda ham aniq,
amaliy va yuksak darajada samarali yechimlari allaqachon mukammal ishlab chiqilgan bo'lib, uning eng foydali va birinchi oddiy usuli bu asabiy muloqot paytida ayblovchi sen qoidasidan darhol voz kechib, shaxsiy hislarni anglatuvchi men qoidasiga tezkorlik va to'liq o'tishimizdir. Janjal va ehtirosli, qaynoq tortishuvlar avj olgan vaqtida hech qachon qarshingizdagi insonning butun shaxsiyatiga tegadigan va kamsitadigan xunuk baho bermang. Bunga bitta aniq misol keltiradigan bo'lsak, sen doim menga mutlaqo e'tiborsizsan deb baqirish o'rniga bosiqlik bilan menga o'z vaqtingni ko'proq ajratmaganingda men shaxsan o'zimni juda yolg'iz, tashlandiq va qadrsizdek yomon his qilyapman deb aynan o'zingizning ichki og'riqli his-tuyg'ularingizni muloyimlik va xotirjamlik bilan chiroyli ifoda etishga doimo harakat qiling. Ushbu oltin qoida orqali siz muloqotdagi ikkinchi tomonni bevosita hujumdan himoyalanishga, qattiq hujumga qattiq hujum bilan shafqatsiz javob qaytarishga majbur qilmaysiz. Aksincha, vaziyatni yumshatib, uning barcha e'tiborini muammoning haqiqiy mohiyatiga va sizning dardingizni, ahvolingizni to'g'ri tushunishga yo'naltirasiz. Shuningdek, xonadonda, oilada qandaydir kutilmagan ko'ngilsizlik yoxud mojaro sodir bo'lganda tezda hissiyotlarga, jahlga berilib, darhol zaharli javob qaytarishdan ozgina bo'lsa-da tiyilish munosabatlarni qutqarishda juda ham muhimdir. Og'zingizdan qandaydir yomon, zaharli va qattiq so'z chiqib ketishidan darhol oldin miyangizda, ongingizda atigi birgina 10 soniya davomida o'ylab ko'ring. Hozir men unga aytmoqchi bo'lgan ushbu og'ir gapim haqiqatdan ham muammoni hal qiladimi yoki ushbu vaziyatni battar chigallashtirib og'irlashtiradimi? Aksariyat tasdiqlangan hayotiy hollarda o'sha aytilgan bir lahzalik chuqur tin olish qoidasi, jim turish pauzasi bizni kelajakda yillar, ehtimolki butun umr davomida qattiq afsuslanishga majbur qiluvchi o'ta yirik va kechirib bo'lmas xatolardan ishonchli asrab qoladi. Siz o'zingizning sevgan, qadrlagan va ishongan insoningiz bilan hech qachon maydondagi raqib yoxud azaliy dushman emassiz. Sizlar yagona hayot kemasidagi birgina farovon maqsad sari birgalikda intilayotgan ajralmas hamda ittifoqdosh, sodiq sirdoshlarsiz. Uyda yoxud ishda birorta tushunmovchilik va muammo kutilmaganda paydo bo'lganda ham fikru zikringiz va e'tiboringizni doimo aynan shunga tinimsiz qarating. Bir-biringiz bilan doimiy tarzda dushmanga qarshi birgalikda kurashish o'rniga xuddi raqiblardek ayovsiz kurashish, mudhish va zaharli jumlalar yordamida eng nozik qalblarni ayovsiz yakson qilish bu juda ham mantiqsiz, aqlsiz va o'ta ayanchli holdir. Aziz va juda ham qadrli tomoshabinlarimiz, hammamiz ham bu dunyoda xato qiluvchi oddiy va tirik insonmiz. Barchamiz qachondir va qayerdadir his-hayajonga berilib, hayotimizda eng qadrli, eng bebaho bo'lgan mehrli yaqinlarimizni o'ylab-o'ylamay aytilgan og'ir, bejo so'zlarimiz bilan qattiq ranjitib, qalbini tirnab qo'ygan bo'lishimiz tayin. Va bu hammada bor narsa. Agar siz hozirda, ayni shu vaqtda, o'tmishda qachondir aytilgan shunday zaharli va mudhish so'zlar bugungi kun munosabatlaringizga yomon soya solayotganini, ta'sir qilayotganini qattiq his etayotgan bo'lsangiz, uni vaqtida to'g'irlash uchun hayotda hech qachon kech emasligini mutlaqo yoddan chiqarmang. O'zingiz qilib qo'ygan xatosingizni mardona va jasorat bilan tan oling. O'z yaqiningizning yoniga mehr bilan boring va uning ma'yus ko'zlariga eng samimiy, mehr, iliqlik bilan chuqur qarab, albatta chin dildan, yurakdan uzr so'rang. O'shanda senga aytgan barcha yomon gaplarim faqatgina mening oniy g'azabim va ojizligim edi. U so'zlar hech qachon va hech qachon mening haqiqiy ichki fikrim bo'lmagan. Seni qattiq xafa qilganim va senga azob berganim uchun iltimos meni kechir deb ochiq aytish sizni boshqalar oldida aslo va aslo kamsitmaydi. Aksincha,
Bu jasur qadamingiz sizning haqiqiy insoniy buyukligingizni, aqlingizni va bu oilaviy munosabatlarni naqadar qattiq qadrlashingizni hammaga yaqqol ko'rsatib beradi. Unutmangki, o'ylamasdan aytilgan yomon so'zlar xuddi miltiqdan otilgan o'q kabidir. U bir marta og'izdan chiqib ketgandan so'ng hech qachon, hech qanday yo'l bilan orqaga qaytmaydi. Biroq samimiy xohish va chinakam cheksiz muhabbat, mehr bilan aytilgan dori-darmon va iliq so'zlar avvalgi barcha qalb jarohatlarini ma'lum bir sezilarli darajada davolashga, qiynalgan insonlarga ruhiy taskin va quvvat berishga albatta to'liq qodirdir. Aynan bugundan, mana shu soniyadan e'tiboran, har kuningizda o'z tilingizga, o'zingiz bilib-bilmay har bir aytayotgan jumlalaringizga juda ham chuqur va ehtiyotkorona e'tiborli bo'lishni chiroyli qilib o'rganing. O'zingizning barcha yaqinlaringizga samimiy mehrni, ishonchni va ularni qanchalik qattiq sevishingizni charchamasdan bot-bot takrorlab turing. Ularga hayotingizda har doim kerakli inson ekanliklarini barcha xatti-harakatlaringiz orqali doimo namoyish qilib isbotlab turing. Chunki faqat sizning o'z oilangizdagi sog'lom mehr-oqibat va ulug' xotirjamlik hozirgi dunyodagi har qanday ulkan muvaffaqiyatdan, har qanday moddiy boylikdan ming chandon ustunroq va qadrliroqdir. Agar bu video siz uchun qimmatli va foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning bitta obunangiz bizni yanada sifatli, qiziqarli va foydali videolar tayyorlashga ruhlantiradi. Shuningdek, eksklyuziv ma'lumotlar, yangi videolar va foydali materiallarni birinchilardan bo'lib olish uchun Telegram kanalimizga ham albatta qo'shiling. Havola tavsif qismida mavjud. Siz bilan yana yangi va manfaatli videolarda uchrashguncha omon bo'ling va o'zingizga yaxshi qarang.